Diqqat, tezkor xabar. Rossiyaning yana bir hududida qurilishda ishlash taqiqlandi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpiskatsiya tugmalarini bosib qo'ying. Vologda viloyatida migrantlarning qurilish sohasida ishlashi taqiqlandi. Vologda viloyatida migrantlarning qurilish sohasida ishga jalb qilish taqiqlandi. Bu haqda Rossiya huquqiy hujjatlarning rasmiy e'lon qilish saytida qarorda ma'lum qilingan. Interfax'ning ma'lum qilishicha, hujjatga ko'ra viloyat gubernatorining 2025-yil 17-fevraldagi 52-sonli qaroriga o'zgartirishlar kiritilgan. Unga muvofiq 2025-yil davomida iqtisodiy faoliyatning ayrim sohalarida patent asosida mehnat qilayotgan xorijiy fuqarolarni ishga jalb qilish taqiqlanadi. Shu tariqa muhojirlar turg'un va noturar joy binolari qurish, muhandislik inshootlarini barpo etish, sanoat uskunalari va mashinalarni o'rnatish, binolarni buzish va demontaj qilish, qurilish maydonlarini tayyorlash, elektromontaj, tom yopish va boshqa qurilish ishlarini bajarish huquqidan mahrum bo'ladi. Avvalroq Vologda gubernatori viloyatda xorijlik ishchilar mehnat faoliyati yuritishi taqiqlangan sohalar ro'yxatini e'lon qilgan edi. Unga ta'lim, yo'lovchi tashish, shaxsiy xizmatlar ko'rsatish, ishga yo'naltirish va personal tanlash, chakana savdo va boshqa yo'nalishlar ham kirgan. Shuningdek, mahalliy hokimiyatlar Severstal kompaniyasining Chernipovsk metallurgik kombinatida 6000 muhojirni ishga jalb qilish rejalaridan xavotir bildirgan edi.